qiziqadiganlar hammasi ikkiga bo'linadi baribir. Messi yoki Ronaldo deb. Agar intervyuni ko'rgan bo'lsangiz, bizning bitta futbolchimiz, ism familiyasini eslolmayman, intervyu berdi o'yindan keyin. Bu ham shunday debdi-da, men endi balki hayajonda aytgandir endi yoki o'zini nazarda tutgandir. Bizning maqsadimiz shu, nima bilan orzuyimiz Ronaldo bilan o'ynash edi. Ko'rdik, o'ynadik deb keyin juda ko'p qayd qilishdi. Endi u bola ham o'zini to'g'ri chin ko'ngildan ichidan o'tganlarini gapirdi deb o'ylayman. Endi noto'g'ri o'sha uni yomon ko'rish ham to'g'ri deb o'ylamayman. Endi ularga o'sha ichidagini qanday odamlarda yo mediaga qanday gapirish o'rgatilmagan deb o'ylayman. Yonida turib kimdir mediaga mana bunaqa gapirasan, mana bu gapni gapirmaysan, mana bu gapni gapirasan deb o'rgatadigan odam bo'lmaganda. O'zi ko'pchilik sportchilarimizda shu narsa yo'q menimcha. Boshqa sportchilar ham ba'zan o'sha o'zlarini fikrini bildiradi bironta vaziyatga Instagramda yoki ijtimoiy tarmoqlarda, keyinchalik afsus qiladi, o'chirib tashlaydi, nima qiladi. O'shaning uchun yaxshi boyagi yonida PR menejer olish kerakmi? Ko'p sportchilarimiz endi hozir balki bordir bitta yarimtasida, lekin baribir o'sha aynan ishlaydigan nima yo'q menimcha, yaxshi yo'lga qo'yilmaganda shu narsa. To'g'ri aytasiz. Endi ular qandan keyin baribir hamma qarab turadi-da, e'tibor ostida har doim e'tibor qaratadi. Odamlar nima gap gapiradi, nima deydi. Futbolchilarimizga tavsiya qilamiz. Kelasi safar PR menejerlar bilan ishlanglar. Endi hali mashhur bo'lib, bir-ikki marta xato qilgandan keyin o'rganadi. Albatta, hozir endi bizda o'yinchilarimiz endi dunyo miqyosida katta komandalarga o'ynayapti. O'sha Abduqodir Husanov, keyin Fayzullayevlar hammasi boshqa chet eldagi davlatlarda, klublarda o'ynayapti-yu. Endi ular o'sha katta doiralarga chiqyapti. Ularning gapirgan gapi ko'plab millionlar odamlar tomonidan ko'riladi. Ular endi o'shalar PR menejer bilan ishlamasa bo'lmaydi. Endi yangi chiqib kelyapti turganlar ham kelajakda Xudo xolasa mashhur bo'lib ketsin, PR menejerlar bilan ishlashsin. Qiyin, hammani xursand qilish qiyin. Hozir bu yoqda bitta gap noto'g'ri gapirsangiz, tushunmasdan mediada kelgan odam haligi nimani nima deydi, noto'g'ri tahlil qilib turib siz yomon ko'rishingiz mumkin-da. Shunga bitta misol keltiraman. O'sha